Iyun oyi uchun 8,5 million so'm. Bu o'zi 8,5 so'mdan ko'proq sotgan. Xonadon egasiga 40 million so'mga tushdi. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bu videoda quyosh panelidan soliq ilovasi orqali 50 kilovat masalan tushumi qanaqa bo'lishini salbicha ko'rsatib o'taman. Bu 50 kilovatligimiz 22-chislodan boshlab ishga tushgan. Hozir men sizlarga soliq ilovasi orqali kirib ko'rsataman. Sizlarga tushuncha sifatida. Xo'p, demak. Xo'p, endi mana soliq ilovasi quyoshli xonadon ko'rishingiz mumkin. Mana bu may oyining 22-chislosidan boshlangan. Xo'p, endi mana 22-chislodan bu yog'iga xo'p mana 3 million so'm ko'rishingiz mumkin. 3 million so'mlik o'zi sotib qo'ygan. 3 million so'mlik. Iyun oyi uchun 8,5 million so'm. Bu o'zi 8,5 so'mdan ko'proq sotgan. Chunki uyning 200 ming so'mlik o'zini iste'moli bor. Endi mana xudo xolasa ko'rsatma tasdiqlangan 11. Shunda hozir kunlikni yozgan bo'lsam 18 va 9 million so'm. Bu degani hozir yana o'zi shu 27-chislogacha 7,5 million so'mdan ziyod chiqarib qo'ydi. Bu 50 kilovat shu tarzda ishlayapti. Agarda masalan yaqinda bulutli kun bo'ldi, yomg'ir yog'di, agar shu kunlar bo'lmaganda masalan 50 kilovatda 7,5 million so'mdan 9 million so'mgacha daromad olish mumkin. Lekin o'sha 30-31 kun bulutsiz bo'lsa, endi xo'p, shu tarzda sizlar bundan passiv daromad olishlaringiz mumkin. Endi bu obyektimizga kelsak, biz hozirda Qo'qon shariftamiz. Bu xonadonga 10 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. 10 kilovatli quyosh panel stansiyamiz Longi panellari bilan, Longi Haymo Epson panellari bilan xonadon egasiga 40 million so'mga tushdi. Shu tarzda ikki etash qilib o'rnatib berdik. Xudo xolasa janubga qarab turibdi. 35 optimalni o'rtacha o'sha 35 gradusga qo'yib berganmiz. Xudo xolasa buni gradusi qanchalik cho'qqi bo'lgan sari bunda hozir chang, qandaydir kirlarni turishi qiyin bo'lib qoladi. Agar buni yotqizib qo'yilgan bo'lsa, bu o'ziga changni tez tortib olishi mumkin. Bu ham ma'lum miqdorda rol o'ynagan narsa hisoblanadi. Hozir xudo xolasa pastga tushib, inverterni qay tarzda o'rnaganini ko'rsatamiz. Mana biz pastga tushib oldik. Inverterlarimiz va shiklarimiz shu tarzda o'rnayapti. Hozirda xonadonda mana shuni montaj jarayonida hozir shularni hamma yo'lni ulab, silovoyni o'rnanyapti. Xudo xolasa shu tarzda chiroyli qilib koroblar, qismlarni shunday qilib o'rnatib berganmiz. Bu inverterimiz Antena Energy, bu yangi avlod. Buni sun'iy intellekti ham bor. Shunga eslab qoling, shu marka ancha hozirgi eng yangilardan biri bo'lib turibdi. Ko'rsangiz bo'ladi. Bu 10 kilovatlikniki. Bu inverterimiz shu Antena Energy bo'lsa va Longi Haymo Epson hozirda xonadonga aytib o'tganimdek 40 million so'mga tushgan. Shunday tarzda o'rnayapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Rahmat.